Hammaga salom do'stlar, meni kanalimga xush keldinglar. Bugun biz sizlar bilan ashula etish yoki da she'r etish videosini olamiz. Bunda meni oyim ham qatnashadilar. Salom hammaga. Salomat yuribsizlarmi? Do'stlar, bugun mana qizim o'ylab topgan shartlarini bajaramiz. Hammalarni kirib kelayotgan Ramazon bayrami bilan tabriklaymiz. Bizda mana ashula etish, she'r etish deb qo'ygan. Donozga o'ynaymiz. Don ziki. Siz qaysi biri bumi bu? Ashula etish. Endi bitta xohlagan 4 qator aytib bering. G'aybulla Tursunovdan meni daydi demanglar qo'shig'idan bir kuplet aytib beraman. Shu ashula, shu artistni muxlisimiz. Yaxshi aytadilar. Meni daydi demanglar, men daydi emasman. Meni telba demanglar, men telba emasman. Meni bir dardim bor, lek kasal emasman. Meni boshqa dardim bor, sabab bevafo yor. Meni daydi demanglar, men daydi emasman. Meni telba demanglar, men telba emasman. Meni bir dardim bor, lek kasal emasman. Meni boshqa dardim bor, sabab bevafo yor. Endi donoziki. Baho qo'yib ketasizlar. Donoziki. Men ayta qolay endi. Mayli endi. She'r aytaman men. Mana bitta she'rim bor. O'shani aytib beraman sizlarga hozir. Alifbe bayramda H harf bo'lganman. O'sha H harfi aytib beraman. Qattiq hidelar meni yozgin taxta paxtani xo'rozxona xolajon men bilan bo'ladigan. Meni familiyam Hojixonova deb chaqiradilar. Meni o'qituvchim Hojixonova E'zoza. Endi donoziki. Donziki. Men endi qo'shiq aytaman. Men bitta qizni juda ham ko'p kuzataman. O'sha qizni qo'shig'ini aytib beraman. Birga o'ynab qo'g'irchoq, uchardik arg'imchoq. Meni mehribonim, oppa jonim. Sochimni mayda o'rgan, meni yaxshi ko'rgan. Meni mehribonim, oppa jonim. Shu qo'shiq aytib berdim mana. Oppa jonim, siz meni mehribonim. Do'stlar, bizning vaqtimiz kam qoldi va hammaga xayr, salomat bo'linglar.